Sizda tez aksirish, burundan shilliq ajralma kelishi, ko'z, tomoq hamda burun qichishishi bo'lsa, bu video siz uchun. Allergik rinit bu burun shilliq qavatlarining allergenlarga nisbatan javob reaksiyasidir. Gul changi, daraxt changi, hayvon yunglari, pichanlar, daraxtlardagi allergenlar buning sababchilaridir. Belgilari ketma-ket aksirish, tomoq qichishishi, burunning qichishishi, ko'zlarning yoshlanishi bilan namoyon bo'ladi. Agar shu holatda temperatura, ya'ni tana harorati kuzatilmasa, bu allergik rinitdir. Allergik rinitni davolashda antigistamin dori vositalari, burunga glyukokortikoidni spreylar sepish hamda burunni tuzli suyuqliklar bilan yuvish allergik rinitni keltirib chiqargan allergenlardan uzoqroq bo'lish tavsiya etiladi. Oldini olish uchun xonani doimo toza hamda nam saqlang. Kechqurunlari derazalarni ochib havoni shamollating. Bahor va kuz oylarida allergenlardan uzoqroq bo'lishga harakat qiling. Agar sizda yuqorida ko'rsatilgan belgilar bo'lsa, allergolog vrach hamda lor vrachga ko'rining.